Bu smartfonni zaxira kamerasi juda ham ko'p flagmanlarning asosiy kamerasidan katta. 2026-yilda kamera fon deganda ko'z oldingizga qaysi smartfon keladi? Misol uchun S26 Ultra bo'lishi mumkin yoki Vivo X300 Ultra yoki iPhone 17 Pro Max. Endi esa qo'limdagi smartfonga qarang. Xalqaro sharhlovchilar Oppo Find X9 Ultrani yilning eng kuchli kamera fonlaridan biri deb baholashdi. Bugun esa bu smartfonni men saytdagi yozuvlar yoki quruq gaplar bilan emas, haqiqiy testlar orqali tekshiraman. Suratga olish bo'yicha professional kamera, ya'ni Sony ZV-E12 modeli bilan battle qilamiz. Bu kamerada juda ham kuchli bo'lgan 1770 obyektivi turibdi. Video syomka qilish bo'yicha esa iPhone 17 Pro Max bilan battle qilamiz. Keling birinchi bo'lib unboxing ko'ramiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Ma'ruf Mirzayev. Bu esa barcha smartfonlarga kamera bo'yicha viziv tashiyotgan Oppo Find X9 Ultra degan model bo'ladi. Bugungi videomizda bu smartfonni biz to'liq obzor qilamiz va o'rtoqlar kamerasi rostdan ham zo'rmi? Kamerasi rostdan ham barcha smartfonlarga viziv tashiydigan darajadami? Batafsil hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib har doimgidek unpacking qilib olamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, Oppo Find X9 Ultra keling birgalikda raspakovka qilamiz. Mana bu joyda plomba bor ekan. Qani buning plombasi yaxshimiki yoki mana bu shilinib ketadimi ko'ramiz. Hop, sekin ochamiz. Yo, yaxshi ekan o'rtoqlar, qaranglar. Juda ham zo'r. Esingizda bo'lsa, OnePlus bundan oldingi modellarimizda 3 ta ochgan bo'lsa, uchaloni plombasi buzilib ketdi. Lekin mana Oppo'niki juda ham zo'r ekan. Xo'sh, ko'ramiz. Korobkasi o'rtoqlar juda ham premium darajada o'rtoqlar, qaranglar, bir boshqacha. Vivo smartfonlarda ham xuddi shunaqa edi, ya'ni flagmanskiy modellarda bismillah deb endi ochsak bo'ladi. Xo'p, mana bu joyni ko'taramiz. Mana bunday qilsak, vau, o'rtoqlar, gap yo'q. Qaranglar. Oppo Find X9 Ultra degan modelimizni hozir buni qo'yib turamiz. Korobkasining o'zida bir o'rtoqlar san'at asari bor-da, qanaqadir bilasizlarmi? Bir boshqacha ishlab qo'yishadi, shunaqa uzunchoq korobkali telefonlarni. Xo'p, kravatchani olib turamiz. Adapterimizni, hop, necha vatli ekan? 100 vatli adapter bizani kutib oldi. Mana o'rtoqlar, shunaqa juda ham zo'r adapterimiz bor ekan. Hop, kabeli Ega C kabel, ya'ni hech qanaqa Type-C emas, Ega C. Hop, bu joyda bizani simlatok ochishga ignamiz bor. Buni ichida o'rtoqlar chexol bo'ladi. Hop, chexol qanaqa sifatda ekan degan savol menimcha tug'ilgan bo'lsa kerak. Hop, ko'ramiz, qanaqa sifatda ekan bu chexolimiz. Yomon emas, sal qanaqadir yumshoqroq ekan, ozgina bo'shashib qolgan bo'ladi, bilasizmi? No, yo'qdan ko'ra bor. Har holda chexol qo'shib beryapti. Ba'zi kompaniyalar o'rtoqlar chexol tugul amayli. Xullas, davom etamiz. Xullas, chexolimiz ya'ni o'rta darajada ozgina yumshoqroq ekan. Yanada qattiqroq qilganda nur ustiga a'lo nur bo'lardi deb o'ylayman. No, yo'qdan ko'ra bor. Endi o'rtoqlar biz smartfonimizni o'zini ochib ko'ramiz. Xo'sh, Oppo Find X9 Ultrani o'rtoqlar men atidan mana shunaqa rangini etdim. Qani sekin ochamiz. Mana bu joyni ham sekin akkuratni ko'taramiz. Chunki bu qog'ozi menga hali kerak bo'ladi. Ana endi ochsak ham bo'ladi. Ketdi mana. Gap yo'q o'rtoqlar, gap yo'q. Mana o'rtoqlar qanaqadir emotsiya beradi. Rostdan bunaqa smartfon to'xtang. Mana qolib ketibdi. Mana bitta chala ishimiz bor ekan. Mana shuni qilib qo'ysak, mana to'liq qilaylik, chala qilmaylik. Mana olsak, olib qo'yganimizdan keyin buni bu yoqqa yopishtirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana endi haqiqiy dizaynni ko'rishimiz mumkin. Oppo Find X9 Ultra kamera bo'yicha barcha smartfonlariga viziv tashiyotgan smartfonimizning dizayni mana shunaqa ko'rinishda ekan. Hali bunga o'zimizga alohida to'xtalamiz. Ya'ni ergonomik jihatdan hali bu smartfon qo'limizga qanaqa tushadi, og'irligi bo'yicha umuman olganda smartfonni to'liq tahlil qilayotganda ergonomikasiga alohida to'xtalib o'tamiz. Men bu smartfonni hozir yoqaman, aktivatsiya qilaman, bir necha kun ishlataman, kamera testlar o'tkazaman, kamerani harakat qilaman, test qilib turib, yana ba'zi smartfonlar bilan battle qilishga. O'shanda sal qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Xullas, agarda videoga like bosmagan bo'lsangiz, siz like bosib qo'ying. Men esa juda ham zo'r natijalar bilan tezda qaytaman. Xo'sh, o'rtoqlar, bu smartfonni men bir necha kun ishlatib, yaxshilab test qildim, hattoki bir hafta deb aytsa ham bo'ladi. Ochig'ini aytsam, o'rtoqlar, ikkita jihati meni prosta hayron qoldirdi, lekin o'rtoqlar bitta shunaqa kamchiligi bor ekan. To'g'risi, ozgina meni asabiylashtirishga majbur qildi. Hozir hammasini birma-bir aytib beraman. Oppo Find X9 Ultra oddiy flagman bo'lishga harakat qilmagan. Bu telefonning deyarli barcha imkoniyatlari bitta narsaga, ya'ni mobil fotografiyaga qaratilgan. Ochig'ini aytsam, displey yoki protsessorda boshingiz ortgun kelmayapti, chunki o'rtoqlar katta ehtimol bilan bu smartfonni siz kamerasi uchun bu videoni ko'ryapsiz deb o'ylayman. Keling unda o'rtoqlar bu smartfonni birinchi kameradagi bor potensialni ko'rib chiqamiz dedik. Keyin protsessor qanaqa, o'yinni qanaqa ko'rsatdi, qolgan jihatlariga ham to'xtalib ketamiz. Suratga olishda bu smartfon meni rostakasim hayron qoldirdi.
suratlarda hozir sizni ham hayratda qoldirishga harakat qilaman. Mana bu suratning barchasi Oppo Find X9 Ultra da suratga olingan. Binolar, daraxtlar, kiyim teksturasi va yozuvdagi mayda detallar yaxshi saqlanib qolgan. Ranglar ham juda ham yoqimli va chiroyli. Men bu suratlarni kompyuterga ko'chirib, katta ekranda ham tekshirib ko'rdim. Hozir natijalarga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Kompyuterda birontasini yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, detallar, ranglar, rasm sifati a'lo darajada saqlanib qoladi. Ba'zi flagman modellarda olingan suratlar kompyuterda yaqinlashtirganda sifat sezilarli darajada buziladi. Oppo desa ko'rib turibsizki, hammasi juda ham yaxshi. Oppo Find X9 Ultra desa deyarli har bir kamera alohida vazifaga ega. Bu modelda ikkita 200 megapiksel va ikkita 50 megapikselli kameralar bor. Endi bu smartfonning eng katta da'volaridan biri, ya'ni zoom imkoniyatini test qilib ko'ramiz. Qarang, hozir uzoqdagi bitta obyektni 1x dan boshlab maksimal darajada yaqinlashtiramiz. Qani ko'ramiz, qaysi nuqtadan boshlab sifat buzilar ekan. Lekin meni hayron qoldirgan kamerasi bu 10x emas, bu o'rtoqli 3x kamerasi, ya'ni 3x da olingan suratlarga prosta kasal bo'ldim. Chunki bu kamera bilan juda ham yaqin obyektlarni ham katta va chiroyli qilib olish mumkin. Oddiy makro kamera bilan obyektga juda ham yaqin borishga to'g'ri keladi. Lekin bu modelda tele makro bilan biroz uzoqroqqa turib obyektni yaqin va tabiiy perspektivda olish mumkin. Misol uchun mana bu suratdagi oddiy ko'z bilan deyarli ko'rinmaydigan mayda detallar. Ko'rayotganingizdek o'rtoqlar hammasini juda ham sifatli darajada chiqarib beryapti. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Mana bu Hasselblad yozuvi. Bu shunchaki marketingmi yoki suratlarda haqiqatan ham o'z kuchini ko'rsatadimi? Keling bu narsani biz portretda sinab ko'ramiz. Portretda olingan suratlar faqat yuzning chiroyli chiqishi bilan yetarli emas. Suratda sochlarni, ko'zoynakni va kiyim chetlarini orqa fondan to'g'ri ajratish kerak bo'ladi. Teri rangi ham ortiqcha oqartirilmasligi yoki qizartirilmasligi juda ham muhim. Hozir ko'rayotgan suratlaringiz hammasi portret rejimida suratga olingan. Ayniqsa 3x portretlar juda ham tabiiy chiqdi. E'tibor bering, orqa fon juda ham yaxshi xiralashtirilgan va yuzdagi detallar saqlanib qolgan. Endi o'rtoqlar, bu smartfonni videoni boshida aytganimdek professional kamera, ya'ni mana shu qarshimda turgan meni hozir syomka qilayotgan kamera bilan suratga olishda taqqoslab ko'ramiz. Mana shu video obzordan kelgan bu smartfon sizga yoqib qolsa, agarda sotib olish xohlasangiz, sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Telegramdagi Ag'zab Market kanali, aynan Ag'zab Market kanali mana shunaqa noodatiy kamerafon, igrovой smartfonlarni olib keltirish bilan shug'ullanib kelishadi. Eng ishonchlisi va eng tajribalisi hozirgi kunda men ko'rganlarim orasida eng zo'ri bu Ag'zab Market bo'ladi. Shaxsan o'zim ham mana shu smartfonni Ag'zab Marketdan sotib oldim. Uyimgacha yetkazib berishdi. To'lov usullari men xohlagandek bo'ladi. Xohlasam naqd beraman, xohlasam onlayn to'lov qilib beraman. Xullas o'rtoqlar, sizga qanaqadir noodatiy gamerskiy smartfon kerak bo'lsa, video opisiyanasida kanal silkasini qoldiraman. Mana shu kanal orqali bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Eng asosiysi ishonchli va tajribali. Ana endi hamma kutayotgan o'sha joyga keldik. Ya'ni bu smartfondagi video syomka. Hozir birinchi bo'lib bu smartfonni o'zida video syomka qilib olganman. Yaxshilab syomka qilib oldim. Keyin iPhone 17 Pro Max va Oppo Find X9 Ultra smartfonlar bilan video battle ko'ramiz. Sifatiga o'zingizlar bilasizlar yo'g'ini. Ketdi. Xo'sh, o'rtoqlar, kamera testi uchun Atidan hayvonot bog'iga keldim. Sababi o'rtoqlar, bu yerda rang-baranglik juda ham ko'p. Yashil hudud bor, misol uchun hayvonlarning rangida bu smartfonni bor potensialni ochib berishga harakat qilaman. Chunki o'rtoqlar, nafaqat bu yerda hozir kamera obzori bo'ladi, balki bu yerda kamera battlari ham bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, men hayvonot bog'ini tanladim. Hozir Oppo smartfonda 4K 60 FPS ga qo'yilgan standart holatda video syomka qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir optik zoomlardan foydalanamiz. Maksimal zoom imkoniyatlaridan foydalanib, hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qarang. Mana shu video hozir necha x ga qo'yib syomka qilyapti deb o'ylaysiz? Bitta taxmin qilib ko'ring, hozir men sizga aytaman. Hozir bu video o'sha Oppo Find X9 Ultra smartfonida 4K 60 FPS ga qo'yilgan holatda, o'zini optik 10x ga qo'yilgan holatda, zoomdan foydalangan holatda syomka qilyapmiz. Bilmayman hozir bu necha metr, operatorimiz mendan normalniy uzoqlikda turibdilar, lekin sifat modotda. To'g'risi aytaman, o'rtoqlar, hozir syomka qilishdan oldin o'zim ham bitta syomka qilib ko'rdim. 10x da qanaqa bo'lar ekan deb. To'g'risi, sifat bir juda ham hayratlantiradi, juda ham boshqacha sifat beryapti. To'g'ri, ozgina shunlar bor. Buni professionallar tez aniqlab oladi. Lekin o'z umuman olganda bunaqa masofaga, bunaqa sifat
Albatta bu mening shaxsiy fikrim, prosta super o'rtoqlar. Bu hali boshlanishi, hali yana davom etamiz. Xullas, bu 12 syomka qilingan video edi. O'rtoqlar, dunyo bo'yicha hozir ikkita eng kuchli smartfonlarning kamerasini battle qilamiz. iPhone 7 Pro Max va Oppo Find X9 Ultra. Atidan mana shu joyga kirdim, chunki o'rtoqlar menga rang-baranglik juda ham muhim edi. Hozir ko'ramiz qanchalik darajada bu smartfonlarning kamerasi cho'qyapti. Smartfonlarning kamerasi cho'qmasmi? Cho'qyapti. Do'stim, maqsadlarni men beraman. Yo, daborda yaxshi edi mana shu o'zi. Olib bering. Olib bering. Menga ham shunaqa tashab qolmasa bo'ldi. Xullas, rang masalasi bo'yicha mana shu to'rttaga bizning ishimizga tushdi. Nima deyapti o'rtoqlar? Detalizatsiya, ranglari o'zi chiqarib berishi, yuzi, ya'ni odamning ter rangi chiqarib berishi, umuman olganda videoning sifati. Mana bu to'tini chiqarib berishi. Videoga bitta baho berib qo'yinglar. Hali bu boshlanishi. Hozir maksimal zoomlarni ham tekshirib ko'ramiz. Qani ko'ramiz, Oppo Find X9 Ultra iPhone ga qanchalik xalaqit beryapti, ya'ni qanchalik raqobatchi bo'ladi ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, shirik kameradan boshlaymiz. Xo'p, 06 ga 05, iPhone da 05 bo'ladi. Oppo da esa 06. Birma-bir hozir zoomlarni tekshirib ketamiz. Bu mana bu 1x da syomka qilyapti. Oppo Find X9 Ultra va iPhone 17 Pro Max. Xo'p, 2 ga qo'yamiz. Ikkilovda ham optik ikkilar bor. Xo'p, endi 3 ga qo'yamiz. Oppo da 3, iPhone da esa 4. Ko'rasizlarmi? Bir xil rakurs, bir xil joy. Xo'p, endi 6. Oppo da 6 bor ekan. iPhone da 4 bilan Oppo ning 6si o'sha bir-biriga shu battle bo'ladi. Xo'p, iPhone hali ham 4 da turibdi. Endi optik iPhone da maksimal 8, Oppo da esa 10. Mana bu hozir ikkilov ham optik maksimal zoomda syomka qilyapti. 10 ga 8. Mana shunaqa sifatda video syomka qila olar ekan. Hop, 1 ga qaytaramiz. To есть 2 ga qaytara qolaylik. Hop, mana bu 2. Endi yanada uzoqroq joy syomka qilib ko'ramiz. Aytaylik, mana bu kaptarlar. Hop. Oppo da 20 ga qo'ydim. iPhone da ham xuddi shuni hozir 20 ga qo'ymoqchiman. 20 bo'lib ketdi iPhone da. Mana bu 20. Endi qaranglar. Ikkilov ham 20 da syomka qilyapti. Tommi. Qarang, tommi. Bu joyda Oppo stabilizatsiyani ham zo'r ushlab turibdi iPhone ga nisbatan va tommi rangini qarang, ko'kka juda ham zo'r chiqarib beryapti. Kaptarlarni detalizatsiya qilishi, ya'ni kaptarlarning umumiy shaklini ko'rsatib berishda ham o'rtoqlar hozir salanaqa qo'lim hozir 1 daqiqa bir xil ravishda mana ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Xo'p, yana bu yoqqa suramiz. Qora kaptarlarni o'ramiz. Yashil ranglarni qarang, shum iPhone da shum ko'payib ketib qoldi. Oppo shumni yaxshi ushlab turibdi. Oppo da ham shum bor, lekin nisbatan kamroq. Lekin iPhone da titrash baland, shumlar baland. Oppo bu holatda o'rtoqlar 20 da zo'r ushlayapti. Endi o'rtoqlar smartfonlarni qorong'ida ham test qilib ko'ramiz. Hozir shirikdan boshladim o'rtoqlar. 06 ga 05 ko'rishingiz mumkin. Amir Temur xiyoboni va o'rtoqlar endi zoomlardan foydalanamiz. 1x mana bu 1x. Hop, mana bu optik ikkilardan foydalanyapmiz. Xullas, detalizatsiya, ranglarga ahamiyat bering. Endi yozuvlarni o'qishga harakat qilamiz. iPhone da 4, Oppo da esa 3, optik 3 ga 4. 3 lekin optik 3 Oppo ni o'rtoqlar prosta buzib tashyapti. Detalizatsiya, stabilizatsiya hammasi iPhone da ozgina titrash bor. Endi maksimal optik 8 iPhone 7 Pro Max da, Oppo da esa bu 10 marotaba yaqinlashtirib beradi. Xullas, mana shu joyda o'rtoqlar o'zingizlar sifatga baho beringlar. Oppo ozgina sovuqroq rangga aylanib qoldi, lekin qaranglar, stabilizatsiyani qaranglar. Mana ikkilovini qimlataman. Oppo o'zini juda ham zo'r ko'rsatyapti va zerno kam, iPhone da zerno ko'payib ketdi, stabilizatsiyada titrashlar bor. Lekin bu holatda Oppo o'zini shunchaki ko'rsatib qo'ydi. Smartfonning kamerasini bildik, professional darajada ekan, lekin savol tug'iladi. Mana shu professional kamera bilan soatlab video yozgandan keyin smartfon qizib ketish holati yoki batareyaga tashlab yuborish holati kuzatilarmikin degan savol tug'ilishi mumkin. Mana shuning uchun men o'zim real testlarda sinab ko'rdim. Natija esa
mana bunday. Hozir bu smartfonda 1 soat video syomka qilamiz. Atidan batareykasini 100% ga to'ldirib oldim. Ya'ni 1 soatdan keyin qani ko'ramiz necha foiz batareyka qolar ekan. Hozir gradusni ham ko'ramiz. Protsessori gradusi 40 gradus atrofida 44, 43, 45 bo'lib turibdi. Hozir ko'ramiz 1 soatdan keyin bu necha gradusga ko'tarilib ketar ekan. Endi o'rtoqlar biz kamerani ochamiz. Xo'p, videoga kirdik. 4K 60 FPS da olamiz. Chunki 4K da telefon qiynaladi va o'rtoqlar mana tushunmadim. Zapisman bosmadim. Knopka bosilib ketdimi? Xullas boshqatdan bosamiz. Zapis bosamiz. Ketdi. Qani 1 soatdan keyin qolgan natijalarni ko'ramiz. 1 soatdan 1 deganda o'tib ketdi o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana hozir 1 soat video yozdi. Telefon o'rtoqlar qizigan telefon. Men sezyapman o'rtoqlar. Tag'indan chexolni yechib qo'yganman. Xo'sh, stop bosamiz. Birinchi qiladigan ishimiz biz gradus ko'rishimiz kerak bo'ladi. Gradusimiz hozir 69, 67 mana sekin pasayyapti. Bu norma, ya'ni aslida o'zi qo'lim sezyapti, yaxshigina sezyapti, lekin men o'rtoqlar to'g'risini aytsam 68, bir 70 ga chiqib ketadi bo'ladim, sekin mana gradus orqaga qaytyapti va o'rtoqlar batareykamiz men o'ylashimcha o'rtoqlar 1 soat videoga 89, ya'ni rasxod 11. Bu juda ham zo'r, lekin qizish qo'limni hozir mana sezyapman o'rtoqlar, normal holatda qizib turibdi. Qaranglar, qizigan holatda ham telefon o'zini yo'qotib qo'ymadi. Juda ham yaxshi ishlayapti. Qanaqadir laglar, frizlar yo'q. Hammasi a'lo darajada. Endi kameradan biroz uzoqlashamiz, chunki kuchli kamerasi bor smartfon boshqa vazifalarda ham o'zini yaxshi ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu smartfonga kuchli flagman protsessor ishlatilgan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. AnTuTu natijasi ham yomon emas, ya'ni 3.300.000 ball yig'di. Interfeysi juda ham tezkor ishlayapti. Ilovalarda ochilib-yopilish animatsiyalari juda ham silliq, scroll qilishda muammo yo'q. Og'ir o'yinlarda ham telefon yuqori grafikada yaxshi natija ko'rsatdi. Masalan, PUBG Mobile'da 120 FPS da bemalol yaxshi o'ynaldi. Azgina qizish kuzatildi, lekin bu hech narsa emas. Standoffga o'ynab ko'rdim, maksimal FPS ni ham beryapti. 144 FPS ni qo'llab-quvvatladi. Xuddi kompyuterda o'ynagandek bo'ldim. Ranglar, o'yin tezligi hammasi juda ham ajoyib. Xullas bu model gaming uchun ham juda ham yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Kuchli kamera bilan olingan suratlarni ko'rish uchun yaxshi ekran ham kerak bo'ladi. Ayniqsa quyoshdagida yaxshi ko'rinadigan. AMOLED displey 682 o'lchamda, juda ham tiniq va yorqin. Quyosh ostida olingan suratlarni ko'rib test qilib ko'rdim. Juda ham yaxshi ko'rinyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Ranglar yorqin va animatsiyalar juda ham silliq, chunki displey 2K 144 Hz qo'llab-quvvatlaydi. Dolby Vision'ni qo'llab-quvvatlaydi. Maksimal yorug'lik 3600 nit va displey ramkasi korpusning 90% ni egallab turibdi. Smartfonda displey bo'yicha menda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Endi videoni boshida aytganimdek, menga yoqmagan jihatiga to'xtalamiz. Bu uning o'lchami va og'irligi. Smartfonni bir qo'lda uzoq vaqt ishlatsangiz, uni og'irligi juda ham seziladi. Ayniqsa bitta qo'lda video olayotganingizda qo'lingiz tezroq charchaydi. Kamera bloki juda ham katta bo'lganligi uchun smartfon qo'lingizga juda ham noqulay va qo'pollik qiladi. Demak, Oppo kompaniyasi bu smartfonga qulaylikni emas, kamera imkoniyatlarini birinchi o'ringa qo'ygan. Kim uchundir bu narsa umuman muammo emas. Agarda siz yengil va ixcham smartfonni yaxshi ko'rsangiz, bu smartfonni sotib olishdan oldin qo'lingizda ushlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Dizayn tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu smartfonga ancha mehnat qilingan. Dizaynga tasanno. Dizayn tarafdan yana bir e'tiborim tortgan narsa mana bu knopkani rangi bo'ladi. Ya'ni bu knopkani rangi smartfonning o'zini rangi bilan juda ham zo'r kollaboratsiya bo'lib turibdi. Xullas yarashib turibdi. O'zi o'rtoqlar bu knopka juda ham foydali ekan. Ikki marta bosadigan bo'lsak, kamera ochiladi va o'rtoqlar mana shu holatda tepasini ozgina nomiga bos shart emas, shunchaki qo'limizni yurgizadigan bo'lsak, zoomdan bemalol foydalansak bo'lar ekan. Keyin o'rtoqlar bu smartfonda bu knopka uchun o'zini alohida bo'lim bor. Bu bo'limdan knopkaga o'zingiz xohlagan funksiyalaringizni joylab qo'ysangiz bo'lar ekan. Xullas o'rtoqlar, dizaynda shunaqa gaplar. Batareyka taraflama o'rtoqlar, bu smartfonni ham bemalol monster deb aytsam bo'ladi, chunki o'rtoqlar men o'zim real testlarda sinab ko'rganim uchun aytaman. Qaranglar, videoni boshida ko'rdinglar. 1 soat video yozdi, juda ham kam, ya'ni 11% batareyka rasxod bo'ldi. Undan keyin bu smartfonda 40 minut o'yin o'ynab test qilib ko'rdik. 40 minut o'yin o'ynaganimizda o'rtoqlar taxmin qilib ko'ring, necha foiz batareyka rasxod bo'ldi bo'laysiz 40 minutda. Xullas o'rtoqlar, 40 minutda bu model 6% batareyka rasxod bo'ldi PUBG Mobile o'yinda. Keyin o'rtoqlar, bu smartfonimizda 50 wattgacha bemalol bezarodni zaryadga qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mashinaga yoki biron bir power bankda shunday qo'yib qo'yasiz, zaryadga qilib ketsangiz bo'ladi va o'rtoqlar o'zidan reversi boshqa modellarga ham hattoki bezarodno, ya'ni simsiz ham zaryadga beradi. Xullas o'rtoqlar, bu smartfonni sotib olsangiz, men o'ylaymanki 99% smartfondan batareykasidan sizda hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Mana o'rtoqlar 2026-yilda kamera bo'yicha qirollikka nomzod bo'lgan smartfonlardan birini ham o'rtoqlar sizlarga
obzor qilib berishga harakat qildim. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfonning kamerasi sizni hayron qoldirdimi? Mana shu narsa menga juda ham qiziq bo'ladi. Videoni boshida ikkita narsa meni hayron qoldirdi deb aytdim. Birinchisi bu kamera bo'lsa, ikkinchisi batareyka bo'ldi. Batareyka prosta monster o'rtoqlar. O'sha yoqmagan joyi ergonomikasi bo'ldi. Xullas, o'rtoqlar, kamchiliklariga to'xtaladigan bo'lsak, har doimgidek shu ba'zi kamchilik, misol uchun Play Market заводской bo'lmaydi, eSIM qo'llab-quvvatlamaydi, yoqqaningizdan keyin xitoycha programmalar bo'ladi, keyin misol uchun klaviaturalarni nastroyka qilish kerak bo'ladi. Endi bu kimgadir kamchilik, kimgadir bu hech qanaqa muammo emas. Xullas, o'rtoqlar, bu smartfon kimlar uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Bu smartfon, men o'ylaymanki, sayohatga ko'p chiqadiganlar, estetik suratlarni olishni yaxshi ko'radiganlar, kamerani juda ham yaxshi ko'radiganlar, ya'ni kamerani juda ham yaxshi ko'rib, iPhone'ni yomon ko'radiganlarga ayni muddao ekan. To'g'ri, narxiga ozgina qimmatroq, $1270 dan boshlanyapti. Lekin, misol uchun, ba'zi odamlar bor, xohlagan smartfonni sotib ola oladi, moddiy taraflama imkoniyati ko'p bo'ladi, lekin Samsung bilan iPhone'ni yomon ko'rish mumkin. Ana shunaqa holatlarda mana sizga bitta emotsiya oladigan Oppo Find X9 Ultra. Xullas, o'rtoqlar, smartfon juda ham zo'r, menga yoqdi. Xullas, o'rtoqlar, men bu smartfon haqida o'zimning fikrlarimni aytdim. Endi sizlarning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Men hammalarning kommentlarini o'qiyman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrda qolamiz. Salomat bo'linglar.